Yuring shunda kosmetika olib oling. Men kirmayman bu do'koningga. Siz o'ylagan narsalar emas, bu yuring. Voy, jenskiy baraxolkami bu? Voy, ering bilan ham kirasanmi? Qolsang rosa sotaman. Keling. Menga bitta tonalkam o'zi yetadi. Keraksiz narsalar olmagin. Voy, aka, yuzni qarang, faqat semon suv oqib qo'ygansiz. Bu yuzga albastr kerak, rodbin kerak, tekislash kerak. Kerak ekan-a? Kerak. Bering. Mana salim originali. Bo'ldi, yur, ketdik. Voy, to'xting. Uyingizni remont qilyapsiz, chala qoldirmaysiz, to'g'rimi? To'g'ri? Rodbin ustidan gruntovka qilish kerakmi? Ha, kerak. Mash kerak bo'ladi sizga. Ay, salim oling. Bo'ldi, ketdi endi, yur. Voy, to'xting. Elektrika bilan santexnikani yorib olibsiz. Disk pishib ketibdi. Suv to'kib yubordingizmi, aka? U endi shaxsiy masala, shaxsiy. Uyga shuncha rasxod qilib qo'ydingiz. Endi mana shu atachantani bitta hissiz bor-ku. Nega klassika bo'lib turibdilar-yu? Bering onasini emsan. Endi bu yoqqa kelinglar. Nega klassika uyga? Asvishtir kerakmi? Kerak. Originatorlarimiz bor, bu yoqqa kelinglar. Kenijon Ferom kosmetik do'konida mana shunaqa original atirlar, kosmetikalar bor. Tanlang. Ya, bunga Xitoy anu kopiyasi ham bo'veradi. Yo'q, akaginam, lyuks kopiyalari ham bor. Bering. Bu do'kon Optimga ham ishlayotgan. Agar kelib sarpaga olishsa, Optim narxida ham qilib berar ekan. Sen ergitib bo'lgansan, yur. Bratuxa. O'zingiz ham bitta remont qilib olish kerak, murskoy narsalarimiz ham bor. Da. Mana erim bez remont chiroyli. O'zing hozir kirganingda bez remont eding-ku? Semon suv.